Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun biz o'zbek estradasining primadonnasi Yulduzxonim Usmonova haqida gaplashamiz. Yulduz Usmonova 1963-yil 12-dekabr kuni Marg'ilonda tug'ilgan. Otasi O'rayimxon Usmonov hunarmand bo'lgan. Onasi Rahima Akbarova tikuvchi bo'lgan. Yulduz Usmonova 1988-yil hozirgi O'zbekiston Davlat konservatoriyasini tamomlagan. 1995-yil O'zbekiston xalq artisti, 2000-yil Qoraqalpog'iston xalq artisti, 2024-yil Tojikiston xalq artisti unvonlari bilan taqdirlangan. Yulduz Usmonova arabcha, turkcha hamda fors tillarida juda mohirona qo'shiq ijro qiladi. Tabiatan xushchaqchang, cho'rtkesar ayol. Ko'plab xalqaro tanlovlarning g'olibasi hisoblanadi. Yurmala 1989-yil, Olmaota 1991-yillarda Sharq qo'shiqchilari qirolichasi unvoniga sazovor bo'lgan. 2018-yil fidokorona mehnatlari uchun taqdirlangan. Qizi Nilufar Usmonova 1987-yil 6-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. Yulduz Usmonova 1991-yil Temir erkak, 1992-yil Olov qa'ridagi farishta, 2000-yil Tohir va Zuhra filmining yangi talqini, 2004-yil Muhabbat sinovlari 2 kabi filmlarda rol ijro qilgan. Xonandaning xalqimiz orasida Hech kimga seni bermaymiz O'zbekiston, o'zingdan qo'ymasin xalqim, elim kabi ko'plab qo'shiqlari juda tanilgan. 40 dan oshiq san'atkorlar bilan duetlar ijro qilgan. Yulduz Usmonova 1995-2000-yillar orasida Oliy Majlis deputati ham bo'lib ishlagan. Yulduz Usmonovaning onasi Rahima aya Usmonova 2021-yil 6-noyabrda 95 yoshida vafot etgan. Yulduz Usmonova yoshi 60 dan oshgan bo'lsa ham hozirgacha jonli ijroda qo'shiqlarni mohirona ijro qilib kelmoqda. 300 dan ziyod konsertlar bergan. O'zining ijodidagi ko'plab qo'shiqlarni muallifi hamda bastakori hisoblanadi. Kuzatuvchilarimiz orasida Yulduz Usmonovaning muxlislari nazarimda juda ko'p bo'lsa kerak. Sizga qaysi qo'shiqlari yoqadi hamda oxirgi marta qaysi qo'shiqni eshitdingiz? Bu haqda kommentariyaga o'zingizning iliq fikringizni yozib keting. Salomat bo'ling.